Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, amansizlar va sizlar menen Qizilqiya TV kanali. Bugun mana Ayirboz mol bozorida, o'z Qadamjoy rayoni Ayirboz mol bozorida Ayirboz aylanni o'zindele 28-oktyabr buyursa boshladik. Like'lardan bosib qo'llab turasizlar. Bismillah deb boshlaymiz. Akam puli qancha bo'ldi? 65 ming so'mga mana erkak to'rpoq sotildi, ketdi. 65 ga ketdi mana. Kim qayerdan ko'rib o'tadi? Like'lardan bosib ad dushi qo'llab turasizlar. Biz boshladik. Aka qancha bo'ldi, brat? 54 ming so'mga mana erkak to'rpoq sotildi, barakasini bersin. 54 ming so'mga. Erkak to'rpoqlar, buqalar, boqma buqalar barini qizdiramiz, qo'ldan kelishincha. Qo'llab turasizlar, like'lardan bosib buyursa. Biz boshladik. Buqalarni qanchadan deb o'tasiz aka? Assalomu alaykum. 75 dan kami bor. 75 ming so'mdan mananday 50 ta to'rpoqlardan qiziqqanlar bo'lsa mananday kvadratlari bor. Nomerlarini olib beramiz hozir qo'ldan kelishincha. Nomerni bering, nomerni. Maşallah, maşallah. Dag'i bormi, joy yo'qmi? Boshqa yo'qmi? Voy maşallah. 4 ta buqa, biroq zo'r chiqibdir. Kvadrat 4 ta, oldi orqa 1 deydi. Maşallah. Qanchadan so'radi sir bo'lsa? 71,5 berverdingiz. 71,5 ming so'mga buqalar berilyapti. Biroq 4 ta qop-qora, chim-qora. Assalomu alaykum. Nozaqda boqma, bo'g'ilganlari, boqma buqalar. Assalomu alaykum. Qora qancha bo'ldi aka? Puli qancha bo'ldi uning? Mana dag'i bo'g'a turgan variantdagi buqalardan buni ko'ringizchi. Bo'ldi aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi aka? Zo'r. Puli qancha bo'ldi mana shun? Bu qancha bo'ldi? 17,5. 117,5 ga mana qizil nuqta. Bunani o'zi qancha bo'ldi? Buni 30 kam bor, o'ta. 130 kami bor. Bo'g'a turgan variant. Ektish tutsa kerak a? 130 kami bor yozadi mana. 117,5 nani savdo bo'lyapti mana. Mashallah, nani ko'ringizlar. Bular o'sha ektish, buzib qolayin degan variantlar. Buzg'anida bor, buzeligida bor. Assalomu alaykum. Buqalar kimdan ekan buni olalar? Puli qancha? Mana Sanjarboyning buqasi chiqibdir. Yetilib berilib jatadi. 133 ming so'mdan ola qizil mana shved paroda. Uchov 133 ming so'mdan shonda 400 ming so'm qo'yig'i suyug'i pul bo'libdi-da, esevda. Mashallah mana. Mana qiziyotgan joylaridan daga mana. Qaysi biri savdo bo'ldi? Qaysi biri? Qancha? 250 ming so'mga mana ikki qora buqa, biri to'qol, biri mana muyuzdu. Ashula ikkovi narximiz. 250 ming so'm. Mana qaranglar. Vashekon? Biri sal kichikroq, biri muyuzdu ekan. Akanda joyiga 250. Ko'ringizlar. Bo'g'a turgan buqalar. Biroq buni olgan merestlar bunaqa, mashallah, mana. Konkretni semiz variantida. Puli qancha ekan puli? Assalomu alaykum, mashta. Qancha olib ketdi biladingizmi? O'zi 230 ming so'm. Mana kuchli qora buqa. 250 ming so'mga mana savdo qizib o'tadi. To'qol menen 100 buqa 250 ming so'mga, mana o'zi 230 mingga savdo bo'lib turibdi, mana ko'ringizlar. Hozir. Tak zo'r savdo qizib o'tadi. Mana qasha qancha olib ketdi? Ashtam qancha olib ketdi? Buqamiz. Qora 235 so'm. Qora 235 ga sotildi-ku. Berildi-da. Oqash qancha? 200 berildi. 200 ming so'm. Yosh qanday ekan buni anashda? 3 yosh. 200 ga berilib qancha mana qora. Qora qashqa. Maşallah, maşallah. Bo'ldi aka. Biroq meni tiqibsiz barakasini toping xudo xolasa. Naryoqda 250 ming so'mga boyag'i buqalar savdo bo'ldi. Mana dalshi. No, boqma buqalar kimdan ekan? Qanchadan bo'ldi bilardingizmi? Aka, mana buqalar kimdan ekan? Assalomu alaykum. Puli qanchadan bulardi?
100 ming so'mdan. Uchovi teng. 100 100 dan kami bor uchovini mana. 100 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Mana da savdo qilayotgan joylar. Mana qora qancha bo'ldi? Onunla kadar 105 mi sen betam degan. Mana 40 ga. 105 ming so'm bor. Elbey taptan. Maşallah. Bering kim berayapti? Assalomu alaykum. Noqatdan keldim makam. Tartib qo'ydim dedin. Bo'ldi. Tart. Aka bu yakka ko'zlaydi. Qo'rqmang. Hozir. Mayaqda mayda torpoqlar hozir ularni ham tortamiz. Sifatlari biroq sindi ular. Alhamdulillah, o'zingiz qandaysiz? Qanchada o'tasiz? 70 kam bor. 70 kami bor. 65 ga berib berasiz. 65 ga bermedim. Ha, berib edingiz. Nomerni bering, sotmay qolsangiz to'qqiz 770 menen 15 53 48. Naraqa bir de tortin naraqa bir ko'raylik. Jon boshlarini. Bo'ldi, 65 ming so'mga berilibdi. Orqa jonbosh zo'r ekan-a? Zo'r, o'zim bilasan, idishi yo'qdir. Adres qayerda adres? Adres Qizilqiya. Qizilqiyada. Chalaverasizda. Yesicho bog' beram deganlar bo'lsa, bosib berasizlar gazini. Maşallah. Qancha berib beramiz? Bo'ldi, barakasini bersin. Bozoringizni bersin. Sizniki qancha bo'ldi aka puli? Berildi. 68 ga berilibdir mana qara erkak torpoq. Amana sifatlardan gullaridan. Az kelam. Bo'ldi. Qancha bo'lmas qorasi? 84 ga berib 84 ming so'mga berilib jatat mana qora buqa. 1 2 3 4 5 6 7 8 bosh buqa. Sifatlar ding. Hozir qo'ldan kelishincha nomerini ham olib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa, optimal ham jab olsam bir 4 ta 4 olam deganlarga. Qanchadan pul aka? Pullari? 80 dan o'taman. 80 ming so'mdan do'ngiga. Qancha bosh bor? 8 ta? 8. Nomerni bering, nomerni. 07 0998 07. Shundaymi? Qiziqqanlar bo'lsa adres Chalaveradi. Qorajig'ach. Qiziqqanlar biroq bunday kuchlilardan bor. 8 bosh buqa. Bundan turishini qarangizlar. Maşallah. Biroq zo'r. Barakasini bersin. Bozor shunday savdo qilib bu yoqda G'unojindar. G'unojin bozor qanday bo'lib o'tadi deganlarga. O nariyoq Burch qisir bozor. Qisirlarni ham tortamiz hozir. G'unojindar, dunyoga ishda qanchadan bo'lib ketdi G'unojindar? Assalomu alaykum. Qanchadan deb o'tasiz? 70 kam bor. 70 kami bor. Ha, 170. Juğ'a 170. Bunasi bo'g'iz o'xshaydi. Qochib qolgan. Bo'ldi. Qancha pul aka? 51 ga beriladi. 51 ga ketaveradi. Uloqa ham ketaveradi, jonbosh o. Ozmi? Uloq, jonbosh chiqqan ekan, biroq uloqqa chava turganlar bo'lsa, nomerni bering. 0779 0702 90 94. Qiziqqanlar bo'lsa, tak puli yengil bo'lib o'tadi. Jeyish qanday? Jeyveradi, ha? O'zi jotib turib jeyveradi ekan, biroq jonbosh chiqib qolibdi. Bo'laveradi aka, barakasini bersin. Bu yoqda yangi voqtlari bor. Ashta qanchada o'tasini ani? 55 ming so'm kami bor. Qiziqqanlarga. Mana sifat G'unojinlardan bor. Buna G'unojin qancha ekan aka? Qizilqiyati bor aka. Puli qancha ekan? 65 ming so'm buna. Sifat G'unojinda. Sizniki qancha buna to'qol? 60 ming so'm. Mana. Buna ozmas kichikroq. Qancha bo'ldi buna to'rpoq? 44 ming so'm. 44 ming so'm bo'ldi buna. Qanchadan bo'lib ketdi mana aka? 40 kami bor. Narg'inisi-chi? 45 kami bor. 40 kami bor sarisi, narg'inisi 45 kami bor. Qanchadan bo'lib ketdi G'unojinlar? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Pulni qanchadan o'tasiz? 43 bo'ladi. 43. Bunachi? 40 ming so'mga mananisi sarisi, narxi 43 bo'lib o'tadi. Bak kishina to'pa qancha bo'libdir aka? 30 ga berilibdir. 30 mingga berilyapti. Mana ola 30 ming so'mga. Hozir mana yoqda yana bola moldor, hozir barini tortib beramiz.
sodani qizivatgan yerlarini qizdiramiz hozir. Talp aka mol olib kelibdir. Talp aka mol qancha olib ketdi mol? 100 mingga berib aytasiz. Maşallah. Buna yine bola qancha olib ketdi aka? Assalomu alaykum. 150 alındı. 150 ming so'mga olindi. Maşallah. 150 ga. Buna qancha olib ketibdir? Taqsir qancha bo'ldi puli? Puli 110 ming so'mga berilyaptir. Yaqin bo'z 110 ming so'mga. Biroq son mol ekan. 110 ga berilyaptir. 150 ming so'mga manavi. Maşallah. Jelini qarangizlar, jelin 150 ga. Erkek to'rpog'i meni. Nomerni bering, nomerni. Mana idishni qarangizlar. Suti qancha suti? 10 litre değil. Çok pul esipte oldu. 150 ga olindi deymi, ha? 150 mingga olinibdir, 10 litr suti bor. Qanchta bir 4 ta 5 ta tug'an mol, ha? 4-5 tug'an mol. Qiziqqanlarga. Talp akani moli mana 100 ming so'mga berib aytayotgan urg'ash to'rpog'i meni. Mana erkek to'rpog'i meni savdo bo'lib o'tadi. Qancha bo'ladi ekan qiziqqanlar? Mol bir 4-5 tug'an mol. Erkek to'rpog'i meni. Jonboshdan bir ko'raylikchi mana. 150 dan oshsa, 150 dan oshsa berem deydi mana. Qiziqqanlarga. Mol qancha ekan aka? Assalomu alaykum. Qancha deyotasiz? 180. 180. Yeni bola. To'rpog'i nima ekan? Ha, var. Noval. Erkek to'rpog'i menen 180 ming so'm. Mana qiziqqanlarga. Mana yoqda. Yeni bolalar qanchadan ova? Assalomu alaykum. Bular 220 da. 220 ming so'mdan biroq sifatlari zo'r ekan. Moldar josh. Ikkinchi qarimmi? Birinchi qarim. Bunansa ikkinchisi, narxinisi birinchisi. Ama uzunluk yerleri joyida ekan. Biroq moldar sonun. Torpaqlar erkekmi? Ikon teng torpaq erkek ekan. Qiziqqanlarga. Mol qilam, enchi qilam deganlarga nomerni bering ashta. 76. 0776 22 04 73. 22 04 73 çolasızlar kelib ko'rib joqsa barakani qoqib olib ketaverasiz. 220 dan kami bor deydi. Ekon teng to'rpoq erkek. Qizil qiyatova desangiz ko'rasiz aka. Ona ham to'rpoq, bunanisi narxini qo'y mana. Ekon teng erkek. Yeni bolani qancha deyotasiz? 150. Hozir aka. To'rpoq urg'achi? To'rpoq urg'achi 150 ming so'm kami bor. Bozor qancha suradi? 135 ga berilyapti. Barakasini bersin. Hozir aka. Mayina bola qancha bo'ladi? 155 ming so'm savdo bo'lib o'tadi. Qiziqqanlarga 155 ming savdo bo'lib o'tgan yeri. Mana qarangizlar, 155 ming savdo bo'lib o'tadi. Erkek to'rpog'i menen. Ma jelini qarangizlar, jelin jo'ndig'ini. Voy. To'rpog'i erkek aka? Erkek to'rpog'i men 155 ming so'm savdo qilib o'tgan yeri. Barakasini bersin, bering aka. Maşallah. 300 ming so'm savdo bo'lib o'tgan yeri ekeni bola, to'rpoqlari erkek o'tang. Joshlari qanday ekan bularda? Bunanisi birinchi tug'ma. Narxi sal 4 ta tug'ana. 300 ming so'm savdo bo'lib o'tgan yeri. Qiziqqanlar, ko'ringizlarchi. Mana qancha olib ketdi Asharo? 110 ming ekan. O'zi sotildi? Yo'q, 7 oylik bo'g'oz ekan. 7 oylik bo'z 110 ming so'm deydi. 110 ming so'mga mana shu bo'z savdo bo'lib o'tadi. Qiziqqanlar. Mol bozori shunday qizib o'tadi. Endi qo'y bozori qanday bo'lib o'tadi do'stlar? Qo'y bozor mana mashallah. Urg'och qo'ylar terilgani qarangizlar. Gulda gul. Qatarasini terib qo'yishdir. Qanchadan ekan aka? 22 ming optimga qanday? 22 ming so'm. O cho'nglari bor, azmas cho'ngroqlar. 25 minglik cho'ngroqlari da bor, urg'och qo'y bor. To'yga jetilaganga so'yish qadar ketaveradi to'qimga. Aka nomerni bering, kerak bo'lsa bir 10 ton to'la turganlar chiqar. Nomer ketdi. Mayli, sotib berem deb o'tadi qiziqqanlar. Kelib ko'rib tanda bemalol olasizlar. Hozir mana yoqda kuchli qo'chqonlardan chiqqan. Mana qarangizlarchi.
Qo'chqor qanchadan ekan qo'chqor ava? 45 ming so'mdan. Qiziqqanlarga. Yosh qanday? 6 tish, mana 8 tish. 6 tish, 8 tish qo'yda yurgan-a? Mana quloqlarini qaranglar, cho'ngligini qarang. Maşallah. Nomerni bering, nomerni. Bir rakamma Boğa turgan ekan. Ha, olamda o'ta. Qancha suratda sir bo'lsa? Ekoga 40 ming so'mdan de, juga. 40 dan surat atgan mana. Bozoringiz bersin aka. Qo'zi qo'chqorlar. Qancha bo'latadi mana uchov aka? Uchovi je bittasi. Qaysi biri? o'rtada. Qancha aka? 26 ming so'mga mana shu qora o'rtoqlikdagi mana soda xizmatati. 26 ga. Bering aka, barakasini bersin. 26 ming so'mga sotib oladi. Mana qanchada o'tasiz, ava? Otilsizmi? Ha, pulini ayting, pulini. Maşallah. Bunga surat beradi. Berib aytasiz. Biroq eti zo'r ekan. 30 mingga berilib aytadi. Eti aman. Niq bo'lib qolibdi. Soya turgan, sirazi olib borib beradi. Bozoringizni bersin, ava. Mana qo'chqorlar savdo bo'layotgan joyga. Qaysi biri savdo bo'ladi, ava? Qaysi biri? Maşallah, mana. Soda bo'layotadi. Je optimiga, je biri ikkitasi. Qaysi biri ekan, ava? Bor baraka ketdi. Qanchadan ketdi? 16 ming so'mdan takbir 10 bosh qo'chqor ketdi mana. 16 ming so'mdan zo'r ketdi. Barakasini bersin. Nima qo'chqorlar? Zo'r ketdi. Qancha ekan mana bu yuzligi? Puli. Puli qancha? Ya, aytib qo'ying, qancha? 22 ming so'm deydi. Uyatib o'tadi uyamiz. 22 ming so'mga mana bu yuzli qo'chqor qiziyotgan joylar mana. Maşallah. Barakasini bersin. 18, 20dan qanchadan deb o'tasiz? Assalomu alaykum. 28 dan kami bor. Eko qo'chqor 28 ming so'mdan kami bor ekan. Barakasini bersin ekan. Nurbek aka qanchadan ekan qo'chqorlar? Assalomu alaykum. Bunlar 22 mingdan. 22 dan mana cho'ngroqlari, 18 liktari ham bor. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Zo'rsiz aka? Shu bozor xizmat, qo'ylar, qo'zilar, qo'chqorlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 15 ming so'mdan. Qo'zi qo'chqorlar. Bo'g'a turgan variantlaridan. Mana da. Qo'zi qo'chqorlar, echkilar bor qiziqqanlarga. Mana yoqdagi mana qanchadan ekan aka echkilar? Assalomu alaykum. Bir tortib qo'ysa bo'laveradi. Meni topmadi. Bo'ldi aka, assalomu alaykum. Qanchadan deb o'tasiz echkilarni? 7 dan kami bor. 7 ming so'mdan. Kaka o'zi serka? Serka. Bari. Bor. Qanchta bor? 17 ta bor. 17 ta. Ammo qo'chqorlarchi? Buni birovlar oldi. Ha, oldi uni. Nomerni bering aka, serkalar nomerini. Qiziqqanlarga sotamiz-da. So'yishga jaraymi? Jaray. Jaray. Bir mana ayda berib aka, bir ko'rgazaylik, men qo'ylar to'sib qo'yib turdi. Ya ishtaka bu ayt akam. Sotamiz-da. Mana. Bari serka? Bari serka qiziqqanlarga 17 bosh serka mana. Nomerni bering, nomerni. Uyda da 50 ta bor. Bu da Daha 50 ta bundan cho'ngroqlari. Nomerni ayting. 706 million. 0706 04 47 82. 04 47 82. Qiziqqanlar bo'lsa, qanchadan dedingiz pulni? Bular 7 dan kami. Bular 7 dan, uydagilarchi? Bular 10 dan kami. 10 dan kami bor. Adres? To'moyin, paxtachi. To'moyin paxtachida ekan. Qiziqqanlar optimshiklar bo'lsa, O'shdan Jallovatdan so'yishga jarayt deydi. Borib, kelib, ko'rib olaverasizlar. Bozoringizni bersin ava. Mana da. Assalomu alaykum. Qanchadan da o'tasiz qo'zilarda aka? Assalomu alaykum. Pullarini 15 ming so'mdan qo'zi qo'chqor qancha shtuk bor aka? 12 ta. Nomerni bering, nomerni. Che sotib ketadi. Mayli, bozoringizni bersin. Bo'ldi aka. Qanchadan surat sir bo'lsin? 13,5 dan do'ngiga.
Bozorunuz bersin aka. Shunchib savdo qilayotgan yerlari kelaverasizlar. Ayirbaz mol bozori, markaz mol bozori kelaveringizlar.